aldoqchilik, yolg'on, firibgarlik bu dinimizda buyuk gunoh, kabira gunohlardan bo'ladi. Nega kabira gunohlardan bo'ladi? Chunki unda aldov bor, yolg'on bor. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan kelib birlari sahobalar balkim so'radilar. Mu'min zino qilishligi mumkinmi? Mumkin dedilar. U deganligi zinoga ruxsat bor degani emas o yigitlar. Mu'min o'g'irlik qilishligi mumkinmi? Mu'min endi xato qilib zino qilib qo'yganidek yana xato qilib o'g'irlik qilib qo'yishligi mumkin. So'radilar va dedilarki, mu'min yolg'on gapirishligi mumkinmi? Yo'q dedilar payg'ambar alayhissalom. Demak, mu'min yolg'on gapirmaydi. Mana u firibgarlikda asosi uni negizi bu yolg'ondir. Mana shu kunda bo'layotgan afsus mana sizlar alhamdulillah bugun ma'ruza yozyapsiz telefoningizga. Qur'on eshityapsiz telefonlaringizda. Ilm va ma'rifatga ega bo'layapsiz telefonlaringizda. Tepadagilar bo'lsin, yon tarafdagilar bo'lsin. Ammo mana u telefonlarda namaqul ishlarni, ayniqsa birovlarni haq huquqiga tajovuz qilib yolg'ondan Alloh rozi bo'lsin, bu telefonni yaxshi tushunadiganlar bizni o'zimizni ogohlantiryapti. O'zimga kuyib pishib yozadilar. Usmonxon bo'lsin, u bo'lsin, bu bo'lsin. Hazrat telefoningizga ehtiyot bo'ling, bir kod kelsa ustini bosib yormang. Nima emish u? O'sha bir kodni yuborar ekan, bir ig'ro deyiladi, aldab bu yuborib, alhamdulillah Alloh bizni hifzda saqlayapti, bizga kelmadi. Ammo shu millatimizga, ummatimizga bo'layapti ekan. Bugunlik kunda ochiqdan ochiq o'g'rilik. Hoji aka, ochiqdan ochiq o'g'rilik. Ochiqdan ochiq mana shu bir raqamlarni yuborib ustiga bilmasdan bee'tibor yoki bo'lmasa qiziqarli bir holatdir deb bosib qo'yib, undan pullarimizni o'sha yechib olib bir qancha mana shunaqa Alloh asrasin o'g'irliklar, kazzobliklar, firibgarliklar bo'lmoqda. Bugun tiyilaylik. Asli bundan biz har doim Alloh bizni uzoq qilsin deya biz bundan saqlanishligimiz kerak. Lekin Ramazon-i Sharifda ham mana u bozorlarimizda bo'layotgan holat bu achinarli holat. Avval aytilardi, tarozidan urib qolmagin. Tarozidan urib qolishlikni, uni malomati va uni nadomati, qiyomatda uni javobgarligi ko'pligini aytilardi. Bugunlik kunda endi mana bu firibgarlikni zamon rivojlangan sayin subhanalloh yana ham rivojlanyapti. Yana eslatay sizga, meni yonimga mana shu bozordan bir yigit keldi o'tgan Ramazon-i Sharifda. Yana takror aytay, agar aytgan bo'lsam, o'sha yigitlarga rahmat, o'sha yigitlarning otasiga rahmat. Lekin yonida bir hidoyatdan bebahra demaylik, iymoni zaif deylik. Iymoni zaif o'zini og'asi bor ekan, ya'ni akasi. Bir qorindan talash tushganlarni qarang. Iymonni Alloh o'zini suyganlarga berar ekanda. Aka, yana bitta aka, ikkita aka ular. Uka ularning qo'lida xodim. Mana shu bozorda bo'layapti. Nima bo'layapti? Boyagi Rossiyadan keladigan o'sha shampunlarimiz, sovunlarimiz endi u firminli ekan, brend ekanda. Ulardan sovun yoki shampunlarni olmasdan turib nima qilyapti? Ular uni bo'sh qutisini olyapti, domlam. O'sha qutisiga o'zini nimadan olib kelgan, u Alloh saqlasin, chochimizni to'kib olsa nima bo'ladi? Yuzlarimizni burishtirib qo'ysa nima bo'ladi? Chochlarimizni to'kib, qoshlarimizni to'kib olsa nima bo'ladi? O'zlarini o'sha firibgarlik yo'lida yasagan. Qarang, firibgarlik yo'li bilan ixtiro qilgan. Balkim u vasvasani siz biling, uni shayton bergan. Shayton bizni dushmanimizmi? Dushmanimiz. Shayton nimalarni nayrangini qiladi? Shayton bergan vasvasa bilan boyagi tadbirkor o'zini halol bo'lib turgan eshiklarini yopib harom ishlarga qo'l urishligi. Men u yigitdan shu hali ko'rsam xursand bo'laman. O'tgangi bir ma'ruzamizda ham o'tiruvdi o'sha yigit. Mumkin orangizda bordir. Alloh rozi bo'lsin, o'sha yigitlar ko'paysin, halollar ko'paysin. Meni yonimga nima deb kelyapti, domlam? Kelyapti-da, "Hazrat, men ikkita akam meni tepamda, u akamlar shunaqa qiladilar. Men endi ular bilan tortishyapman. Illo meni shunga majburlayaptilar. Men nima qilay deya qarang, jigar." Payg'ambar alayhissalatu vassalam Madina bozorlaridan o'tdilar. Ko'rdilarki, bir inson bug'doy sotib turibdi. Bug'doy, arpa. Ko'rdilar va payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zlari muborak qo'llarini qarang. Muborak qo'llarini o'sha donga ichlariga bottirdilar. Ko'rsalar ichi g'ij namlik. Birodar dedilar, "Bu nima?" dedilar.
"Ya Rasululloh" deyaptilarki, bunga ozroq bir yomg'ir o'tib ketibdi-da dedilar. Shu yomg'ir o'tib ketganligini nega tepaga qilib qo'ymadingiz? Odamlar ko'rmasmidi buni? Odamlar ko'rsin deya nega siz buni tagini ustiga qilib qo'ymadingiz? Dedilar. Shu joyda e'tibor bering. Bu mashhur hadis. Ulamolarimiz arab ellarida bo'lsin, bizning ulamolarimiz bo'lsin, mana shu hadisni sizga ko'p aytganlar. Lekin hadisning sababi bor. Qur'onda nozil bo'lgan oyatlarni sababul vurud deyiladi. Sababun nuzul deyiladi. Tushish sababi bor. Hadislarda ham aytilish sababi bor. Vorid bo'lish sababi bor. Bu hadisni demak vorid bo'lishi nima bo'pti? O'sha bozor bo'pti. Payg'ambar alayhissalatu vasallam bozorga kiribdilar va qo'llarini o'sha don sotib turgan kishini o'sha donlariga qo'llarini bottirar ekanlar, ichidan demak namlik chiqibdi. U aldab sotyapti. Usti quruq, tagi namlik. Bu o'sha g'ish deyiladi. Shu o'rinda g'ish nima? Arabchasiga bu firibgarlik, yolg'on, aldov. Rasululloh shu joyda aytdilar. "Man g'ashshana falaysa minna" dedilar. Kimda kim mana shunaqa savdo sotig'ida, o'zini ishi amalida firibgarlik qilib, yolg'ondan bir narsasini ummatga, xalqqa, insonlarga sotadigan bo'lsa, u bizdan emas dedilar. Bugungi kunda mu'min bo'lsangiz, musulmon bo'lsangiz, o'sha bozoringizda yoki firmangizda sotayotgan, do'koningizda sotayotgan narsani aldayotgan paytingizda biling, Rasululloh bizdan emas deganlari, men unda kimdan bo'laman deng. Rasululloh bizdan emas degan bo'lsa, u kim bo'ladi? Eshityapsizmi? Rasululloh aytayaptilarki, u bizdan emas. Man g'ashshana. Kimda kim firibgarlik qilib, mana shunaqa bir ishida, savdosida yolg'on to'qiydigan yoki yolg'on amal qiladigan bo'lsa, u bizdan emas dedilar. Bizdan emas dedilar. Sotayotgan paytingizda, o'sha molingizni o'tkazayotgan paytingizda juda ham ehtiyot bo'lingki, Alloh asrasin Rasulullohning bu badduolari. Ertaga alik ummatdan ajrab qolmang. Ertaga bir Alloh asrasin bejonoza ham ketib qolishingiz mumkin. Alloh asrasin agar shu ishni qilib yurganlar bo'lsa, Allohning rahmatlari tushib turgan paytda tavba qiling, Alloh asrasin unda suul xotima, ya'ni yomon o'lim ham kelishligi mumkin unday toifalarga. Bugun tavba qiladigan zamondamiz azizlar. Mana shu bugun tavba qiladigan zamonlardamiz.